İlim ve din. 1979 yılı 3 nefer fizik alim Nobel mükafatıga erişken. Ulardan Steven Weinberg ve Sheldon Legolas ikkilen Amerikalık ateist bulup, üçüncü kişi bolsa Pakistanlık Muhammed Abdusalam isimli Müslüman kişiydi. Steven Weinberg din ve pen o'ttirisi tüpki ziddiyet mevcut deb qaraydi. Gerçi Steven Abdusalamning ixlosmand dindar bir ekanligini e'tirof qilsa-mu, yana Abdusalam haqidagi ba'zi ishlarni o'zining nazariyasiga pokit sifatida keltirishga urinadi. Onun nazariyasi ilim bilan din orasidagi ziddiyet nazariyasi edi. Aql bilan din orasidagi to'qinish, gulinish asridagi faylasuflarni eng ko'p mashg'ul qilgan masalalarning biri bo'lib, bu vaqtda nurg'un kitoblar va tadqiqot maqolalar yozilgan. Hatto keyingi mezgillarda dunyoning danglik universitetlarida maxsus bu masalani tadqiq qiladigan ilmiy akademiyalar qurilgan. Undaqda bu ziddiyet nazariyasining mohiyati zodi nima? Nima uchun din bilan fanning munosabati haqida buncha ko'p munoziralar o'tirg'a chiqadi? Yoki din bilan bilim orasida to'qinish va ziddiyatdan boshqa tampon bo'lgan munosabat shakli mavjudmi? Din bilan ilmning uchrashishi. 2000-yili din va fan tadqiqot markazlarini ta'sis qiluvchilarning eng gavdali kishilaridan biri bo'lgan Amerikalik professor Yan Barber din bilan fan uchrashganda nomli bir kitobini e'lon qilgan bo'lib, professor bu kitobida fan bilan dinning munosabati haqida 4 turli o'rnak, ya'ni nazariyani o'tirg'a qo'ydi. Keyingi zamonlarda texmi ko'p nazariyalar o'tirg'a qo'yilgan bo'lsa-mu, yana Barberning o'tirg'a qo'ygan 4 nazariyasi eng mashhur bo'lib kelmoqda. Birinchi, to'qinish nazariyasi. Bu nazariya mundaq faraz qiladi: yo din, yo fan. Faqat ikkisining birida haqiqiy ma'rifatga sahib. Shuning uchun bu ikki zidlikning birlashishi mumkin emas. Ikkisining biri doim xato, yana biri bo'lsa mutlaq to'g'ri. Bu abstrakt bir hukm bo'lg'achqa, qanchalik qiziq nuqta bo'lishidan qat'iy nazar, ba'zi konkret muayyan shaxsiy masalalarga eslayverishning o'rni yo'q. Shu har vaqt faqat bir tanlashingiz bor: din yoki fan. Bu fikrni qo'llaydigan dinsiz tabiat olimlari nihoyat ko'p bo'lib, ulardan Richard Dawkins va Carl Sagan qatorliqlar bor. Xuddi til ahonatga va jidal majroga to'lgan, hatto mushlashgacha ilib boradigan programmalarning ko'rurman soni tinch, ilmiy yo'sinda ilib berilgan suhbatlarning ko'rurman sonidan ko'p bo'lganidek, bu to'qinish nazariyasimi avomni jalb qilish kuchining kuchliligi bilan qolgan 3 nazariyadan farqli bo'lgan. Gerçi aqliy hükümler ikki zid narsaning birilishini qat'iy rad qilsa-mu, mazkur to'qinish nazariyasi kishilarning zehnida ikki zidlikning amaliy birlashalaydiganligiga bo'lgan gumonlarni qo'zg'ay olgan birdan bir nazariya bo'lib qoldi. Bu nazariyani qabul qiluvchi bir iqim diniy tekstlarni haqiqiy ma'noda to'liq tushunmaydigan, diniy tekstlarni yuzaki holat tushunib, tatbiqlashni targ'ib qiladigan kishilar bo'lib, ular ilm fanni ishonch qilg'ili bo'lmaydigan dinsizlarning o'ydirmalari deb qaraydi. Bu nazariyaning yana bir taraf qo'llovchilar bo'lsa, dinni butunlay xato, dinning hech bir haqiqatni bilish kuchi yo'q. Undaq bo'lgan ekan, dinni hech qanday ma'lumot va ma'rifatga manba qilishga bo'lmaydi deb qaraydigan ateistlardir. Ularning dinni inkor qilish chiqish qiladigan nuqtasi din ilmiy bo'lmagan fikrlarni targ'ib qiladi. Balki u aqldan butunlay xoli bo'lgan xurofotliklardan qalduqi deganlardan iborat. Buningdan shuni bayqaymizki, bu ikki tarafning har birining mavjudligi qarshi tarafning mavjudligiga bog'liq. Bu ikki taraf chiqish qilgan nuqtalar shunchalik zo'r farqlarga ega turibdiq. Yana bu ikki tarafning yetib boradigan mohiyatlik nuqtasi din mangu tajribiy fan bilan birlasholmaydi degandan iborat o'xshash bir nuqtadir. Ikkinchi, mustaqillik nazariyasi. Bu nazariyaga ko'ra faqat din va fan har ikkilisi o'z doirasidan chiqib ketmasli ikkilisi to'g'ri haq hisoblanadi. Masalan, fan qandoq degandan iborat vasila vosita savoliga javob izlasa, din g'oya va nishonni markaz qilgan nima uchun degan savolga javob izlaydi. Fan bizni zamonaviy aloqalash qurollari bilan ta'minlagan bo'lsa-mu, bu qurollarning eng yaxshi qo'llanilish yo'llarini bizga deb berolmaydi. Bu aloqa qurollari bilan yolg'on yovdoq va fitna fasod tarqitamdiq yoki haqiqatlarnimi? Bir-birimiz bilan aloqa qilish uchun ishlatamdiq yoki bir-birimizga josuslik qilish uchunmi? Bu savollarga ilm hech bir shaklda javob berolmaydi. Bu savollarning javobi din va axloqda topiladi. Bu nazariya din bilan ilm fan orasida keskin ziddiyat bor degani davron soldigan ziddiyat nazariyasining dal aksicha din bilan fan orasida keskin ziddiyat bo'lishining mumkin emasligini ilgari suradi. Amerikalik biologiya olim Villa Adri Steven Jay Gould bu fikrni qo'llovchi eng gavdali kishilarning biri bo'lib, u sohalarni aralashtirib o'tmaslik Noma nazariyasining o'ttirib qo'yg'uvchisi.
U bu nazariyasi orqali din va fan o'z sohasini alqib ketmaslik sharti ostida to'qinishdan xoli holda birlikda mavjud bo'lib turadiganligini isbotlashga urinadi. Ammo Gold nihoyat tezda to'qinish nazariyasini qo'llovchilarning tanqidlariga duch keladi. Richard Dawkins bu nazariyani buni so'z bilan tanqid qiladi. Bu prinsip amaliyotdan yiroq. G'aybiy kuch bilan harakat qilib turadigan bir koinot, uni kontrol qilib turadigan g'aybiy kuchdan xoli bo'lgan koinotdan mohiyat jihati tubdan farqlanadi. Din bo'lsa, koinotning mavjudligiga munosabatli nazariyalarni o'ttirib qo'ydi. Bu nazariyalar shubhasiga ilmiy nazariyalardir. Agar koinotda ilohiy manbani asos qilmagan bir din bor deb tasavvur qilinsa, u din cho'qim ibrohimiy din emas. Goldning nazariyasi faqat ateistlar tarafidan rad qilinmasdan, balki dindorlar sinfi tarafdan rad qilinishga uchraydi. Doktor Francis Sikolans ana shularning biri. U din, ilm va ba'zi ma'rifat manbalari orasida juz'iy shaklda birlashish bor deganni asos qilib turib, Goldning nazariyasini rad qiladi. 3. Dialog nazariyasi. Dialog nazariyasini bir qadam oldiga ilgarilash deb qarasak bo'ladi. Bu nazariya din bilan ilmning ma'lum masala to'g'risida o'zaro fikrlashishni tamoman mumkin deb qaraydi. Chunki ulardan har biri qarshi tarafga foydasi tegadigan ba'zi qimmatlarga ega. Bu nazariyaga ko'ra, din va ilm fandan har ikkilisi munozir temasi bo'layotgan ma'lum masala haqida ma'lumot sunish iqtidoriga ega. Shuning uchun har ikki taraf qarshi tarafni hurmat qilish va uning fikrlariga quloq solish kerak. Hayotning boshlanishi, cho'ng portlashdan ilgirki shay'iylar va koinotning harakat mezoniga hukmronlik qilayotgan fizikalik qonuniyatlarga o'xshagan nurg'un savollar din bilan fanning o'ttirisini ayirib turadigan eng cho'ng fasil. Bu savollarga texmi ro'shan va qanoatlanarli javob berish din bilan fanning o'zaro hamkorlashishini taqozo qiladi. Bu savollarga javob bermasdan ko'z yumib o'tib ketish yoki ilmiy asossiz javoblarni sunish mumkin emas. 4. Birlashish. Bu nuqtada eng oxirgi nazariya bo'lgan o'zaro hamkorlashish nazariyasining roli gavdalanadi. Bu nazariya hayot haqida mukammal va ro'shan bir tasavvur taqdim qilish uchun din va fanning o'zaro birlashib hamkorlashishining zarurligini, qarshi tarafga tayanmay turib, o'zi mustaqil holda muayyan bir masalada yoki bir butun hayotlik haqida to'liq qanoatlanarli javob berishga ojiz ekanligini ta'kidlaydi. Jan Barber kitobning muallifi va bu nazariyalarni o'ttirib qo'yg'uchi. Mazkur muallif to'qinish nazariyasini inkor qiladi va mustaqillik nazariyasini boshlanish nuqtasi qilib, dialog nazariyalaridan o'tib, birlashish, hamkorlashish nazariyasiga yetib boradi va bu nazariyaning ehramning eng cho'qisi, nazariyalarning eng pishqini va afzal deb qaraydi. Ammo biz tajribaviy ilmlar haqida to'xtalganimizda ilmiy nazariyalarni ko'z tutamdiq yoki bu nazariyalarning ta'vilotlarini ko'z tutamdiq. Biz "Men ilmga ishonaman" degan mashhur moda jumlani takrorlaganimizda ma'lum masala ustida ilib berilgan ishonchli ilmiy tadqiqotlar yetib borgan natijalarni ko'z tutamdiq yoki tadqiqotchilarning mazkur tadqiqot natijalariga bo'lgan xususiy ko'z qarashi va izohotlarini ko'z tutamdiq. Din to'g'riliq to'xtalgan vaqtda o'xshash masalaga duch kelamiz. Biz din degan vaqtimizda o'zgarmas, muqaddas diniy naslarni, ya'ni tekistlarni maqsad qilamdiq yoki bu naslarni tushunish va tushuntirish uchun insonlar tomonidan sarf qilingan xilma-xil ijtihod va tirishchanliklarni. Ba'zida bu tushunish va tushuntirishlar bir-biriga o'xshamasligi yoki mutlaq erkin tafakkurning mahsuli bo'lmasligi mumkin. Agar biz bu masalaga qarta yetarli javobga erisha olsak, bu masalada hukm chiqaradigan sotchini bekitish eng muhim masalalarning biri bo'lib qoladi. Bu masalaga hukm qilish tayinlagan o'lchamlarimiz qaysilar? Din bilan ilm o'rtasidagi munosabat to'qinish munosabatimi yoki hamkorlik, birlashish munosabatimi? Yoki ulardan har birining bir masalaga o'xshamagan nuqtadan qaraydiganligidan iborat uchinchi bir munosabatmi bormi? Islomning tajribasi va dinning ilm bilan bo'lgan munosabati. İnsanlar texnik 400 yildan buyon ondan teleskopni kashf qilib, yiroq shay'iylarni yaqinlashtirib ko'rishga boshladi. Tunji soatli Galiley bu kashfiyot bilan nima qilish kerakligini to'nib yetib, bu yangi uskuni darhol udul osmonga qaratdi. Bu kashfiyot vaqtidan 15 yil o'tmayla insoniyat koinot haqida, balkim insoniyat tarixidan buyon bilgan narsalardan ko'p narsalarni bilib, bayqab chiqdi. Mana bu yangi bir masalaning tug'ilish o'rni. Siz qadimki xurafiy e'tiqodlar uni ilohiy yoki darajadan tashqari kuch deb qaragan jismlarga qarab, ularning tosh, gaz va o'ymonliqlar bilan to'lgan zamonlardan boshqa narsa emas ekanligini bayqab chiqsiz. Bu zodi nima? Dinlar bizni burundan boshlab aldab kelganmi? Bu savol mazkur kashfiyot orqali osmonga nazar solgan nurg'un kishilarning zehnida o'rin olishga boshladi. Ammo islomga nisbatan ilm-fan aslo dinga qarshi maydonda yer olmaydi. Dinning bizni ko'rsatib beradiganini
Alloh taolaning atrofimizda koinotga hukmdorlik qilayotgan qonuniyat va nizomlarni qandoq o'g'irlashtirgandan iborat. Ibn Qayyim al-Javziy rahimahulloh mundoq deydi: siz sabab va qonuniyatlarni bayon qilishda Allohning kitobi Qur'on Karimdan yaxshi bir kitobni topolmaysiz. Sabab va sababkorning xoliqi Alloh nima degan ajoyib zot ha? Islom sizga har qanday bir narsaning sababi borligidan iborat umumiy bir qoidani bildirib qo'yadi. Alloh taolo har qanday bir narsani sabablar bilan yaratadi. Koinotning qonuniyatlari bilan kontrol qilib turadi. Nurg'ulg'an mahluqot mavjudotlarni moddiy yo'l orqali kontrol qilib turadi. Ana shu moddalarni siz tajribaxonalarda o'lchab tadqiq qila olasiz va buning natijasi sizni cheksiz ravishda osmon va zaminning yaratquchisi Alloh taologa cheksiz tashakkur va hamdardni aytishga undaydi. Bir musulmon bo'lish sifatingiz bilan yaqinqi zamonlarda kashf qilingan buncha zo'r ilmiy bayqashlar orasida Rabbingizga iymon etishga turtki bo'lgan omillarni yo'qotib qo'yishdan, diniy e'tiqodingizning da'volg'ib qilishidan hargiz ansirmaysiz. Alloh buningdan saqlasin. Kompüter ekrani oldida ansizlik ichida hayot qonuniyatlariga bo'lgan kona qarashlarimizni o'zgartiradigan yangi ilmiy bayqashlarning maydonga kelishini kutib o'tiramsiz? Biz na ilm, na zamon, taraqqiyotlar va na insoniy ma'rifatlarning hech biridan dinimizga qarta tahdid his qilmaymiz. Siz bir musulmon. Undaqda siz shu nuqtaga jazm qilingki, siz bu ilmiy kashfiyot va taraqqiyotlar soyasida Alloh taolaning qonuniyatlaridan texmi yaqin va bevosita ravishda xabardor bo'la olasiz. O'z ko'zingiz bilan ma'lum hodisalarning yaratilishi tub sabab qilingan ba'zi sabablarni ko'rasizda, faqat kun kalimasi bilan mahluqotlarni yaratib ko'paylanmasdan, balki ularning sabab qonuniyatlarini tang vujudga keltirgan yaratquchi Allohga texmi cho'nqur taslimiyat izhor qilasiz. Musulmon bo'lib, Allohga haqiqiy taslim bo'lganingizda, siz Allohning ikki kitobini tafakkur yurgizishga boshlaysiz. Biri sahifalarga xotirlangan kitob Qur'on bo'lsa, yana biri ko'rib, sayr qilish bilan tafakkur qiladigan koinot kitobidir. Ana shu chog'da tajribadan borliqqa kelgan insoniy ilm bilan vahiy yo'li bilan yetib kelgan samoviy ilmning yagona bir ilohning ismini zikr qiladigan ikki o'xshamagan til ekanligini bayqaysiz. Alloh taolo Qur'on Karimda mundoq deydi: toki ularga Qur'onning haqiqiyligi aniq bo'lguncha, biz ularga osmon va zamin atrofidagi va o'zlaridagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatamiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turadiganligi sening rostligingning dalili bo'lishga ularga kifoya emasmi? Fussilet suresi 53. ayet.